Aka, mana bu devor tekisligini ko'ryapsizmi? Ustalarga gap yo'q bor-ku. Liniyaga qilib terishdi o'zi ham bor-ku. Shunaqangi mehr bilan berilgan. Bo'lar ekani mana haqiqiy o'zini ishini ustalari. Uchastkamiz o'zi Tarsoyda joylashganda, bitta g'ishchi o'zida shunaqangi chiroyli turibdi lekin. Biz manzilimiz Uchtepa tumani Xayratiy mahalla. Tarsoyda joylashgan, 4,5 sotixli, 3 etaj, 4 urinli, haqiqiy yuragi baquvvat qilib qurilgan uchastkamizni orientir bir taraf Bedapoya masjid, bir taraf Beshqarag'och mahalla bo'ladi. Xullas, mana shu lokatsiyadan uyqdirganlar bo'lsa, ad-dushiy savet qilaman akalar. Endi hovlimizdan ko'radigan bo'lsa, bu yoq tarafda 3 etaj, 4 urin, bu yoq tarafda ham 1 etajkali binolari bor. Bunaqasiga ham yon Tarsoydan kirishimiz ham mumkin. Xullas, 1 etajkali binoimizning o'zi ota-onalarga mo'ljallangan. Bu yoqda bitta katta zal mehmonxona, bu yoqda bo'lsa kattalar yotoqxonasi, alohida garderob, sanuzul bilan birga. Asosiy binoimiz kuxna bilan boshlanadi. Kuxnani alohida chiqarib qo'yishgan ekan va bu yoq tarafga kiradigan bo'lsa, mana shunaqangi katta hovl, razmerlarni ko'rasizlar. Bu yoq tarafda bitta zal mehmonxona, uni yonginasida bo'lsa, bitta kattalar yotoqxonasi, uni o'zida alohida sanuzullarga joy tashalgan. Bundan tashqari yana bitta umumiy sanuzul va binoning tegi podolni ko'radigan bo'lsa, mana shunaqangi katta yaxlit holatda bo'ladi. Endi ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsa, bu yoqda jami hisobda 4 ta yotoqxona. E'tibor beringlar, hamma yotoqxonaning o'zida deyarli garderob sanuzullari bor. Mana qarang, kattalar yotoqxonasi, alohida garderob sanuzul. Bu yoq tarafda ham bitta yotoqxona, bu yoq tarafda ham garderob qo'yishinglar mumkin va zinani yonginasida yana bitta xonani ko'ramiz. Uni o'zida anaqangi katta terasalar ham qilib qo'yilgan. Bu bo'lsa 3-etaj mansardamiz. Aytdim, uchastkamiz 3 etaj deb, lekin uni mansardani ham balandligi yaxshi, bemalol jiloy qilib foydalansanglar bo'ladi. Xullas, kamida 10 ta xonadan iborat shu uchastkamizda 4,5 sotix maydon, Uchtepa tumani Xayratiy mahalla, narxi 329 ming dollar. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi, lekin juda ham ad-dushiy qilib qurilgan akalar.